Nisbatoy, men bu kiyimda o'zimni qozon quyadigan degriz ustasi deb emas, askardek his qilyapman. Men ham haligi badiiy filmda bitta qo'shiq aytishardi-ku. Eslash borgin. Nima edi? Ha, bo'ldi, topdim. Yurtimda hamma yoq tinch, hamma yoq tinch, hamma yoq tinch. Esladim. Zo'r film. Bu yerda ham xuddi bizga o'xshab sovut kiyib olgan askarlar bo'lar edi. Sira biznikiga o'xshamaydi-da, ularnikichi rostakam. Rostakam sovutni ko'tara olmaysan? U juda og'ir bo'lgan. Keyin jangchilar faqat sovut emas, dubulg'a, qilich, himoya uchun qalqon va yana qanchadan qancha narsalarni kiyishlari, taqishlari kerak bo'lgan. Bo'ldi. Taslimman. Bizning temir patnisdan yasalgan sovutlarimiz ham chakka emas. Bolalar, agar uyingizda santimetr o'lchov lentasi bo'lsa, darrov qo'lingizga oling. Kattalarni ham yordamga chaqiring. Uni nima qilasan? O'lchayman. Mana bu hammamiz biladigan uzunlik o'lchovchi santimetr lenta. Hozir sizlar bilan 1 metrdan uzunroq o'lchamni topamiz. Qayerda edi? Mana u. Qadimda temirga ishlov berishni o'rganib olgan odamlar undan o'zlarini himoya qilish va hujum qilish uchun sovuq qurollar yasashgan. Sovuq qurol hisoblanadigan qilichning uzunligi mana shuncha bo'lgan ekan. Ba'zilari esa 110-125 santimetrgacha kelgan. Og'irligi esa 3 kilogramdan 7 kilogrammgacha bo'lgan. Bu birgina qilichning uzunligi-yu og'irligi edi. Lekin tarixdan ma'lumki, askarlar jangu jadallarda oddiy qilich bilan kifoyalanib qolmagan. Uni turli zarbalardan himoya qiluvchi zirhli sovut va dubulg'alar taqishgan. Bolalar, bir tasavvur qiling. Oddiy sovutning og'irligi 30 kilogramdan kam bo'lmagan ekan. Dubulg'a esa 2 kilogramga yaqin tosh bosgan. Qo'l va oyoqlarni himoya qiluvchi maxsus vositalarning ham o'ziga yarasha og'irligi bo'lgan. Bundan tashqarichi, askarlar minadigan ot, fil, tuyalar ham maxsus yopinchiqlar bilan himoyalangan. Toshkentdachi Kamonon degan mahalla bor. Aslida uning nomi Kamongaron. O'sha mahallada qadimda kamon, o'q-yoy yasaydigan ustalar yashashgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, ustalar yasagan o'q-yoylarning dovrug'i 7 olamga tarqalgan ekan. Buning sababi esa Kamongaron ustalar yasagan o'q-yoyga hech qanday sovut bardosh bera olmagan ekan. Musbatoy, bilasanmi nimani esladim? Nimani? Josus 007 ni. Men Josus 007 bo'laman. Sira o'xshamaysan. Nega kulasan? Hozirgi himoyachilar boshqacha sovutlardan foydalanishadi bilsang. Bilaman. O'q o'tkazmaydigan zirhli kiyimlarni aytyapsan-da. Mening temir patnislarim ham ulardan qolishmaydi. Ularda yugurish biroz noqulayligini, sal og'irligini va nafasimni qisib qo'yishini aytmasa, hammasi yaxshi. Seni qara-yu, chiniqishing kerak, chiniqishing. Bahoga o'yinlar bor-ku, zuv degan. Shu o'yindan ko'p qatnashsang, qarmagandek bo'lib ketasan. Zuv? Bu qanaqa o'yin bo'ldi? To'rt tosh, oq terakmi, ko'k terak, arqon tortish, eshak mindini bilaman. Bunisini bilmas ekanman. Mayli, xafa bo'lma. Ozgina sabr qilsang, ertaga hammasini aytib beraman. Bo'pti.